Aytganimdek, mana shu yerda davom ettiramiz dedim. Salom xalq, sizlar bilan yana ham Bedbro, yana ne bro. Agar birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, ya'ni Reaper darslarining ikkinchi qismi, aynan yangi Reaper darslarining birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, Reaper darslari ikkinchi qism deb qidiringlar, kanalga kiringlar va ko'rib olinglar. O'sha yerdan davom etamiz. Ya'ni bizda tayyor render qilingan fayl bor. Загрузки, mana bu yerda render degan papkaga tushadi. Xo'p, endi men sizlarga shu yerda ko'rsatib qo'yay, qanday qilib renderda va boshqa narsalarda nima qilish. General bu yerda mana configurationni import yoki export qilish mumkin. Shu yerdan export qilib kanalga tashlayman. O'sha tashlagan bo'lishim kerak. O'sha mana bu yerda color themes kerak emas, konfiguratsiya kerak. Exchange kerak emas, menu va toolbar, action va menu sets. Okay. Key bindings mana ketyapti. Cursors and keymaps ham mana yoqib qo'ydim. Bularni nima qilamiz? Tashlayveraman. Xo'p, save deb bosamiz va mana bu yerga Reaper Bedbro new deb yozamiz va saqlanib bo'ldi. Va o'sha narsani shunchaki mana shu yerga tashlaysizlar, shunchaki ya'ni mana bu narsani shunday tashlaysizlar, bo'ldi, OK deb bosasizlar va bo'ldi, hamma narsa tushadi sizlarga. Xo'p. Endi men sizlarga xo'p, Reaperdan chiqqan ovozni qanday qilib animaga juplashni o'rgataman. Ya'ni animani shunday ovoz berib bo'lasizlar va stop. Sorry bolalar, men bir narsani, juda ham muhim narsani unutibman. Ya'ni timing qilish uchun mana bu ovozlar bilasizlar, animada ovozlar bitta bo'ladi. Ya'ni ovozlar alohida, ovozlar bilan arqa fondagi shovqinlar, boshqa narsa urganda jag'ini sinishi, shunaqa ovozlar bo'ladi. Lekin orqa fonda bo'lgani uchun agar biz animani ovozini mana bunday v bilan bunday qilib pasaytiradigan bo'lsak, umuman ovozni o'zi ham ketib qoladi. Ya'ni animani ovozi polni yo'qolib qoladi. Shuning uchun ham bizda asosiy programmalar bor. Bittasi Ultimate Vocal Remover, ikkinchisi Isotope RX Audio Editor. Men audio editorda ishlatyapti turdim. Qachongacha Ultimate Vocal Remover'da topmagunimcha. Xo'p, buni yuklash uchun shunchaki Google'ga UVR deb yozasizlar. Peshini ham qo'shib qo'yinglar, bo'lib ketsa mana Ultimate Vocal Remover Application yoki mana bu nimaga ham bosish, GitHubdagi saytga ham bosishlar mumkin. Ikkalasi ham tekini va open source ikkalasida ham bor. Va shunchaki kirasizlar, GitHub o'zi bilmadim, GitHubda reklamasi ketyapti, menda GitHubdagilar pul bersa ham mayli. Yoki yana Ultimate Vocal Remover o'ziga download URL shunchaki chiqib turibdi va uni bosasizlar. Men o'zi GitHubga tashlab berdi. Xo'p, qanday qilamiz? Buni releases deb bosamiz va main download rig mana shuni bosasizlar va yuklaydi va buni ustunovka qilasizlar, shunchaki ustunovka bo'ladi. Va Ultimate Vocal Remover'ni ochamiz. Va nima qilamiz? Ochganimizdan keyin ochib olsin, hozir ochib olsin. Xo'p, mana ochildi va bizda mana strange fake shuni ko'rsatyapti turdim. Buni mana bu yerga irg'itamiz. Ya'ni inputga. Bu yerda mana strange fake 10 ta narsani tashlasangiz ham bo'laveradi. 10 ta narsani, ya'ni 10 ta videoni yoki boshqa narsani mana 2 ta bo'lsa 2 ta turibdi. Va mana bu outputni select qilish kerak. Select любой joyda nima qilib qo'yasizlar, ya'ni qayerga tayyor bo'lgan narsa tushsin. Va men o'zim ishlatadigan metod MDX da ham ishlatganlar ko'rganman, Democlad ham ishlatganini ko'rganman, lekin Where Architecture degan narsani ishlataman men. Mana bu yerda WAV flag yoki MP3 ni tanlasanglar bo'ladi. Men WAV ga ishlayman va mana bu yerda VR modelda bir HP UVR va GPU conversation mana ikkalasiga tegmay qo'yasiz, chunki alohida tashlab beradi va select option ni ham вообще tegmayman. Start processing bosasizlar va hamma narsani tayyorlab tashlab beradi. Mana One Piece ga ovoz beryapti turdim. One Piece 78-qismi. 78-qismi xullas mana shu
vokal bilan instrumentlar alohida. Ya'ni mana bu pastdagi ketib turgan kam oz lekin nimada ketib turgan narsalar bu ovozlar va ustidagi mana bu tepadagi narsa bu orqa fondagi shovqin, muzika, hamma narsa ko'pincha aralashib ketib qoladi. Chunki mana bu yerdagi ovozni ichida ovozga o'xshaydigan taqillash ham qo'shilib qolishi mumkin, boshqa narsalar ham qo'shilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham unchalik ideal bo'lmaydi, lekin hamma narsani kesib tashlagandan ko'ra nimadir qolgani yaxshi. Bu animedagi sinxronizatsiyani oshiradi. Va buni mana bu yer tepaga ko'taramiz. Hech qanaqa papka qo'shmadim. Mana buni o'chirib turamiz, chunki aynan buni chiqarib olganimizdan keyin mana bu Ultimate Vocal Remover'dan buni kerak yo'q, original darushkani. Ya'ni biz MP3 chiqaramiz bu faqat. Va mana bu yerda ketdi. Bu yerdagi ovozlar va orqa fondagi shovqinlar. Bularni qanday nastroyka qilamiz? Birinchi o'rinda mana bu hamma ovozlarni bitta qilinganini, ya'ni bitta qilib yig'ib beradigan va effektlar beradiganni routini ushlaymiz va tepadagi kanalga tashlaymiz. Va bu yerdan postfaderni prefaderga o'tkazamiz va mana bu audiodagi 1.2 ni ikkinchidagi 1.2 ni new channelsda 3.4 ga o'tkazamiz. Biz nima qildik? Hozir mana bu ovoz ketyap turganda mana faqat 4 ta channel bor, ya'ni input 4 ta input emas, umuman 4 ta channel bo'ldi va ikkitasi bu yoqda, ikkitasi bu yoqda. Va shu yerda nima qilib qo'yaman, lekin u sizlarda yo'q. Shuning uchun mana FX ga o'tamiz va chain ga o'tdi. To'g'ridan to'g'ri ko'rdinglar, mana side chain A. Ya'ni bu vokalni side chain'i. Side chain nima qilib beradi? Bu yerda ovoz ketyap turganda bundagi o'sha ovoz ketyapti, original ovozni pasaytirib beradi. Faqat original ovozni, chunki original ovoz ikkitada turibdi-yu. Bu yerda arqa fondagi shumlar, bu yerda ovoz. Ovozga qo'shganimiz uchun ovozni pasaytirib beradi. Mana bu yerda qarab turinglar. Mana pasaytiryapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda qanchalik threshold, ya'ni qanchalik nima qilishi -35 dan balandlagan hamma narsani pasaytirib beradi. Va bu yerda men qanday nastroyka qilganman? Detektor. Ko'pchilik bunday qilib nastroyka qilsa ham bo'laram aytga tashab. Lekin mana precomp 20 millisekundda turibdi, ataka 10 millisekundda, release 1000 millisekund. Nima uchun? Bu yerda faqat ovoz. Bu 1 sekundga to'g'ri keladi. Ya'ni bu ovoz tugagandan keyin yana 1 sekund orqa fonda original ovoz bo'lsa, ashla pasaytirib turadi. Xo'p, mana auxiliary input nima uchun bunaqaligini bilmayman. Ratio 20-25 ga 1 bu qanchalik kuchli bosishi menga shu to'g'ri kelgan va low pass va high passni umuman tegmaganman. RMS ya'ni mid side'larga ham umuman tegmaganman. Всё, vet va drive bu narsalarga tegmaganman. Xo'p, okey. Bu ham mayli, lekin orqa fondagi shumlar ovozni ba'zida bo'g'ib qo'yishi mumkin. Shuning uchun qanday qilamiz? Uni qanday qilib pasaytiramiz? Agar mana bunday pasaytiradigan bo'lsak, ikkalasini, ya'ni original narga bitta turganda pasaytirishni o'zi yetarli-yu. Yo'q, biz uchun boshqa narsani xuddi o'shanday 3 ga 4 ga o'tkazamiz va postfaderdan prefaderga o'tkazamiz. Bu prefader nima uchun prefaderga o'tkazyapmiz? Effekt qo'shilgandan keyin u sendga yuboradi, ya'ni u yerga buni masalan bu yerda ovoz ketyap turganda bunday pasaydi-yu, o'sha paytda mana effekti bilan pasayadi. Ya'ni buni effekti ovoz balandlangan bo'lsa, balandlagan ovoz nargini uradi. Ya'ni kuchaygan ovoz uradi, deyarli tayyor ovoz uni uradi. Agar unda nima bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerda kompressor, mana shu narsalar umuman tegmagan narsa bu ovozni uradi. Buni farqi yo'q, lekin kompressor, aynan kompressor muammo. Chunki kompressor buni ovozni balandlatgandan keyin buni yaxshiroq bosadi. Ya'ni bu kuchaygandan keyin buni yaxshiroq bosadi. Va mana bunga send roadni ushlab oldik va bu yerga FX ga o'tamizda va sidechain B. Bu yerda track spacer ishlatganman. Track spacer, shunchaki track spacer 2.5 edi adashmasam nomi. Buni Waves Factory'dan, buni qayerdan topishlar bilmayman, lekin men topganman. Mana bu yerdagi nuqtani bosamiz va bu yerda atakani 0 qilamiz. Release ham iloji boricha past. Yarim sekund emas, soniyani 20 dan 1 qismi release qo'yib yuborishi. Va mana bu yerda low cut, ya'ni past tarafdan kesishi va mana bu tepa tarafdan kesishi. Xo'p, bu nima? Effekt faqat mana shu yerda ovozni pasaytirib beradi.
Ya'ni mana bu yerda ovoz ketyapti turganda, faqat mana shu yerdagi ovoz pasayyapti, ko'ryapsizlarmi? Bu mana tepa chastota, yuqori chastota ovoz mana shu yerda bo'ladi. Mana shu yerda nima deydi? Eshitsa tushunadigan bo'ladi. Aynan mana shu yerdagi orqa fondagi shovqin bosilsa, ovozni tushunsa bo'ladi va orqa fonni jiri, ya'ni orqa fondagi shu tarsaklar, urushlar, boshqa balo-battarlar yo'qolib qolmaydi. Shuning uchun ham aynan mana shuni ishlataman va tayyor. Endi mana shu yerda ovoz yaponcha original ovoz polni o'chadi va orqa fondagi ovoz ozgina bo'g'iladi. Aynan siz ovoz ketyapti turganda, ya'ni o'zbekcha ovoz ketyapti turganda. Va mana shu ovozni o'tgan nimada ko'rsatgan Ctrl R bilan chiqarib olamiz va shu presetdan all settings render mp3 bu meni settim. Qanday bu presetni yaratsa bo'ladi? Shu yerda nastroykani tayyor qilib olasizlar, o'zingizga kerakli qilib presetga o'tasizlar, all settingsga o'tib save presetni bosasizlar va nomini nima qilasizlar. Nomi mana shu yerda chiqadi. Bo'ldi. Endi men sizlarga nimani ko'rsatmoqchi edim? Nastroykalarimni ko'rsatib qo'yaman. Nimalarni o'zgartirganim, nastroykalarim menimcha o'zgargan. Ano konfiguratsiyada bo'ldi. Pas, ya'ni nima? Bu yerda yangi proyektlarni qayerga saqlanib qilish haqida qayerga saqlanib qiladigan joyni belgilab qo'ysizlar bo'ladi. Bu defaultning bo'ladi va har safar yangi proyekt ochganinglarda yangi proyektni joyini axtarishlar shart bo'lmaydi va bu yerda browse bosasizlar va saqlanib qiladigan joyni belgilaysizlar. Bu renderni pas, ya'ni renderni joyi. Render qayerga tushsin avtomatik. Va mana bu rekord qilingan, ya'ni yozilgan ovozlarni yozilgan ovozlar ham saqlanib bo'ladi-da, ichida alohida proyektning ichida, ya'ni fayllar ichida turadi. O'sha narsa qayerda turishi. Mana all pick cache, hamma cache'larda piklar qayerda saqlanadi. Shu bilmadim, nima qilyapti bu yerda store, buni yoqsak keyin shu yerga saqlanib bo'lar shekilli. Alternativa bu boshqa narsa ketdi. Keyboard, multitouch, bu narsalar hammasi o'sha narsada bo'ladi. Mana fade'lar, device, u meni nimam. Xo'p. Yana nimalar? Hamma narsa menikidaqa bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni polностью mana shu narsalar bir xil bo'ladi meniki bilan. Shunday kirsanglar, peshonalarga urib turgan bo'ladi. Agar bunda turmagan bo'lsa, F7 ni bossanglar mana shunga o'tadi. Chunki men F7 ga mana shuni nima qilib qo'yaman va F8 ga mana bunday ko'rinish qilib qo'yaman, lekin bu to'g'ri ishlamayapti. Bu noto'g'ri ishlayapti. F9 ga mana bunday. Bu yerda ham deyarli nima yo'q. F8 da qancha to'g'rilasam ham o'zgarmayapti. F7 ni bossanglar mana shu yerga o'tadi va hech narsa o'zgarmaydi. Agar boshqacha turgan bo'lsa ham narsalar, F7 ni bossanglar sirasi shunga o'tadi. Tushundinglarmi? Endi buni olib turamizda, xo'p. Endi animeni originalini qanday qayta ishlashimiz haqida. Qayta ishlashimiz Format Factory da bo'ladi. Format Factory da MP4 ni bosamiz va animeni originalini o'sha subsplace'dan tortib olganimiz tashlaymiz. Va bu yerda bu turganda nastroykani bosamiz. Mana bu yer video codec. Ya'ni video codec mana bu ikkalasi DVD-niki desa ham bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Mana u AVK 264 Telegramda eng yaxshi ishlaydigan nima? Kodek. HVK bu yangi kodek, bu Telegramda har doim ham to'g'ri ishlamaydi va original anime qanaqa kodekdaligini ham bilib olishimiz kerak. Original anime qanaqa kodekda bo'lsa, xuddi shu kodekni ishlatamiz. Svойствоga kiramiz. Kodek qayerda bo'ladi? MKV faylda turibdi, безопасность. Bu yerda menimcha yo'q. Xo'p, kodekni qanday bilsak bo'ladi? Kompyuterim qotib qoldi. Kodekni mana bu yerdan JMKV extract uyiga tashlaymiz va mana bu videoni qarasizlar va MPG4 ISO AVK. Mana shu yerda AVK yoki HVK turadi. AVK turibdi nima? Demak, original video AVK da. Agar HVK ga o'tkazsangiz buni har doim ham to'g'ri ishlamasligi mumkin. Xuddi shunday HVK bo'lsa, AVK ga o'tkazsangiz noto'g'ri ishlashi mumkin. Shuning uchun AVK bo'lsa AVK qilinglar, HVK bo'lsa HVK qilinglar. Demak, bu HVK ekan. Qanaqa g'alati ishlar ekan shuni. Nastroykaga o'tamiz va mana bu yerdan AVK ni tanlaymiz XH264
va razmer video turibdi. Bu yerda razmeri 1080. Original 1080 edi. Bundan kichkina qilsalar ham bo'ladi. 720 mi? Katta qilish tavsiya qilmayman. Bu yerda KRF nimaligini bilmayman. Ustun bosib tursak aytarmikan? Aytmaydigan. Shu yer qanchalik qisishini aytadi. Ya'ni videoni mana original video 1.4 GB ekan, lekin biz buni sal kamroq qisishimiz uchun o'rtachasi 20-22. Lekin bu ham normalni qisadi. Masalan 22 ga qilib turib xuddi shuni qisdim, 400 MB bo'ldi. Lekin normalni bir 200 MB, 250 MB atrofida bo'lishini xohlasanglar 330 ni bosinglar. Bo'lmasam 20 ni bossanglar 500-600 gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Hamma animeda har xil, hamma videoda har xil. Men masalan 24 ni bosaman, 22 ni bosaman va hech narsaga tegmayman. Hech narsaga tegmayman. Bu original video, MKV videoni bosdim ko'rdinglar va OK ni bosib, bu yerda ham OK ni bossak, juda ham ko'p kutmaysizlar. Kompyuterlar kuchiga qarab, kam yoki ko'p kuchilar mumkin. O'rtacha 5 minutda tayyor bo'ladi. Va bu qanday narsa bo'ladi? Men buni mana tayyor qo'yganman. Birda turgan bo'lsa. Xo'p, mana bu pechat bilan qo'yganman. Bu pechat qayerdan kelgan? Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib ketay. Ayg'sub yordamida qilingan. Ayg'sub mana. Ayg'subga istagan yangi proyekt ochib olasizlar. Yangi proyekt ochib olasizlar. Men eski proyektim, Novi subtitel. Yangi proyekt, mana hech narsa yo'q bu yerda. Va bu yerga o'sha animelarni tashlaysizlar. Bo'ldi, всё. Mana shu yerda chiqadi anime mana. Shu nimada. Xo'p, mana defaultdan 0 dan 5 gacha turibdi. Ya'ni mana shu yerga yozganimiz 0-sekunddan 5-sekundgacha mana shu yerda chiqadi. Shu pastda chiqadi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, nima qilamiz bu yerga? Mana AniPro deb yozamiz va mana bu yerdan B ni bossak, boshiga o'tib olishimiz kerak. Agar orqasida qolib ketsa, mana u kursor ishlamaydi. Ya'ni buga ta'sir qilmaydi. B ni bossak yo'g'on bo'ladi, I ni bossak yon boshlaydi, U ni bossak tagida chiziladi, S ni bossak o'rtasiga chiziladi. Mana bu FN ni bossak shu narsani shriftlar, kompyuterdagi hamma shriftlar chiqadi. Shriftlarda taxminan mana shuni bosdik, OK ni bosdik va bu ishladi. Va buni bu yerda turibdi. Mana bu 2 marta bosish bilan ham istagan joyga olib borib olishingiz mumkin. Va mana bu yerdagi peremesli subtitrda yoki shunchaki mana bu yerda turganda S ni bossanglar, mana bu chiqadi va istagan joylarga sudrab olishingiz mumkin. Va buni katta kichikligini qanday qilamiz? FN'da turganda mana kattaligi, kichikligi, yo'qmasa mashqga 150 ni bossak, OK ni bossak, mana 150 shrift kattalikda bo'ldi. Va buni orqa fondagi mana bu narsalari sizlarga yoqmayib turgan bo'lsa, editga o'tasizlar va mana bu konturda istagan raqamlarni qo'yib olasizlar yoki rangini mana konturda o'zgartirasizlar. Ten 2 turibdi, kontur 2 turibdi, 0 ni bosamiz, ikkalasiga ham 0 ni bosamiz. Apply'ni bossak, orqasida hech narsa yo'q, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi. Mana bu yerda shrift shu yerdan o'zgartirsa bo'ladi, mana nimasini ham o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu istagan joyga olsanglar ham bo'lardi. Xo'p, mana shu yerda turibdi va bu yerda qo'lda o'zgartirsa ham bo'ladigan joylar bor. Masalan uchun B0 turibdi-ya, o'sha B ni bosganimizda mana bu yerdagi B1 olib qo'yganini bildinglar. B1 qilib qo'ysanglar yo'g'on bo'ladi. B0 turibdi, I0, U0, S0 ham xuddi shunaqa. FN da ham shu yerda shrift nomini to'g'ri yozsanglar, o'sha shrift nima bo'ladi, ishlaydi. To'g'ri yozmasak ham ishlarmikan? Times yo'q, ishlamaydi ekan. Kerak emas. Xo'p, mana bu yerda FS bu kattaligini belgilaydi. Masalan, 100 ga tushirib qo'ysak, 100 kichiraydi. Buni positionni ham xohlasanglar qo'lda to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Xo'p, mana shu yerga qo'yganman-da men. Mana bu yerda 0 dan 5 gacha xolos u. Oxirigacha olib borganman va mana shu yerda mana bu yerdagi narsa bor. Uстановка konsta videoning subtitrov na tekushi kadr video. Ya'ni shu videodagi hozirgi belgilangan subtitrda oxirgi tochkasini belgilash. Mana shuni bosamiz yoki meni nima narsam bor. Mana shu yerda
chiqib turadi butun video bo'yicha. Istagan shriftlarda, istagan narsalarda yozishinglar mumkin, o'zingizlarga mos. Men chista minimalizm tarafdorman, shuning uchun ham shunaqa qilaman. Chunki oddiygina chiroyli turadi va nima bo'ladi? Boshqacha shrift yozganman albatta men. Mana shu yerda va boshida sirazi paydo bo'lyapti, boshidaninglar va oxirida ham turibdi. Shuni qanday qilib sal yumshoqroq qilsak bo'ladi deydigan bo'lsak, qo'shimcha kodlar bor, ya'ni /fad. Ya'ni fade qisqartmasi fat va qavsni ochamizda 500, ya'ni 500 millisekund boshida yo'qolib tur, ya'ni fade sekin chiq va oxirida ham xuddi shunaqa 500 millisekundda nima qilib tur deyapmiz hisobda. Nima deydi? Oxiridagi 500 millisekundda ham chiqmay tur deyapmiz. Mana bossak 500 millisekunddan keyin chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi. Men shunaqa qilib o'zimga nima qo'yganmanda va mana bu yerda ISS Ctrl S ni bosamiz, istagan joyga saqlanib qilamiz. Bezi meni turibdi va saqlanib qilib turib, xo'p, format vektorini ochamiz. Men aytgandek nastroyka qilamiz. MP4 expert MP4 ga o'tdikmi? MP4 nastroyka, mana bu yerdan AVK 1810 bo'ldi. Bu yerda 22, 30 qilsalar ham bo'laveradi va mana bu yerda дополнительный subtitlga o'tamiz va saqlanib qilgan joyimizda bez imeni va mana u saqlanib bo'ldi. Va shu video endi xuddi ashi biz ayga subda qanday qilgan bo'lsak, ya'ni boshida 500 millisekundda keyin paydo bo'lib, oxirida yo'qoladigan bo'ldi. Va men xuddi shunday qilib mana buni mana Jota kompyuterim qatyapti. Pastida ishlayapti. Xullas, kompyuterim qatyapti, uzr so'rayman. Videodan emasmi? Mana shu boshidan oxirigacha shunaqa qilib, mana paydo bo'lib, oxirida yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketmas ekan. Mayli. Xullas shunaqa. Va bu videoni olamiz va MKV Toolnix ni ochamiz. MKV Toolnix eng normalniy programma. Nima demoqchiman? Ya'ni mana shu tayyor videoni bu yerga tashlaymiz konteynerga va pastda chiqdi ISS va birinchi zapis ham bor. Buni ISS yaponcha nima qilyapti? Bu ovoz va mana bu zapis globalniy tagi va bu nimaligini bilmadim. Mana bu yerdagi ISS zapisni o'chiramiz va mana bu globalniy taglarni ham xohlasanglar kerak bo'lsa olinglar, xohlamasanglar o'chirib tashlanglar va bu yerda biz ovozimizni olamiz. Mana test rejimida zapis qilgan va bu yerga tashlaymiz. Bu yerda добавить как новый Sony в текущей настройки парковки, создать вклад Okey deb bosaylikchi. Mana MP3 variantda bu qo'shildi. Nima bekat bitta turibdi, bunga qo'shilish kerak-ku. Bo'pti. Shu yerga qo'shiladi va Vivid deb bosamiz. Naзвание fayli balobattar. Mana bu yerga chiqadigan joyda nima qilamiz va добавить va o'chirish zadaniyani bosamiz. Okey. Va mana bu yerda shuni выполняется. Do'stlar, buni ko'p ishlatmayman. Sizlarga boshqa yo'lni ko'rsataman. Bu Avidemux degan programma. Avidemux qayerdan topish mumkinligini bilmayman, qachon ishlatganimni ham bilmayman. Xo'p, bu yerga shunchaki o'sha videoni tashlaysizlar. Tushdi. Audioga o'tasizlar, select audio trackdan audio trackga o'tasizlar va renderga o'tib bu yerdan 2 marta bosasizlar, bo'ldi. Shu videoga qo'shildi o'sha ovoz va boshqa ovozlar yo'q bo'ldi. Agar mana bu yerda audioga o'tib turib select trackda bosib, mana bu yerda ikkinchisini yoqib bunga nima qo'yadigan bo'lsalar, ovozinglar birinchi planda bo'lmaydi, ikkinchi planda qolib ketadi. O'zgartirsa bo'ladi. Lekin mana bu yerda outputni MKV dan MP4 ga qilamiz. Faqat videolar MP4 bo'lsagina MP4 format qilinglar, MP4 Muxer. Agar MKV ni MP4 qilsanglar, muammo chiqishi mumkin doimgidek. MKV ni MKV qilib chiqaringlar, MP4 ni MP4. Va bu yerda Ctrl S qilamiz va saqlanib qilamiz. И всё.
video tayyor bo'ladi. Mutlaqo shunday kanalga tashlashga tayyor bo'ladi. Va men birinchi videoda aytib o'tishim kerak deb turib aytmagan narsam bu: agar subsplitda chiqmasa, unda qaysi nimadan oqtarishimiz kerak? Ikkita narsani tavsiya qilaman. Nia degan sayt bor. Nialand, Nia bir balo, Nia.org, shulardan qaysi bittasidir shunaqa to'g'ri chiqaradi. Va ikkinchisi Eray Rouse bu yerdan chiqish qiyin ekan. Xo'p, mana Eray Rouse info degani shu o'sha sayt va bu yerdan ham animelar topsalar bo'ladi. Mana istagan animelarni qanday topasizlar? Home ga o'tasizlar va bugungi animelar mana bu yerda ham chiqadi. HVK formatda ham bor, lekin buni bitta plus tarafi deyarli har bitta animeni HVK formatda ham bor. Ya'ni kamroq megabayt va sifatliroq desa ham bo'ladi. Xo'p. Okey, hamma narsani menimcha o'rgatdim. Mana shunday belgilaysizlar, render qilasizlarda, videoga yopishtirasizlar, bo'ldi, bosasizlar. Do'stlar, men aytmagan narsa hech narsa qolmadi. Hamma narsani ko'rsatdim. 100% ko'rsatdim. Agar mana bu narsa xuddi shunday chiqmaydigan bo'lsa, mana bu yerda View'da Big Clock Plus degan narsa bor. Aynan shu Altsda ham chiqar ekan. Mana shuni xo'p dokdan yechib olamiz. Mana shunday turibdi. Mana bu yerda 3 tani bosamiz va mana bu yerga visible degan narsa, qolgan hammasini o'chirib tashlaymiz-da, bittasini ochib olib turib, xuddi menikidaqa yozasizlar. Mana year, ya'ni yil, yoki mana wildcards ga o'tasizlarda, date and time ga o'tasizlar. Birinchi o'rinda yerni bosasizlar, keyin nuqta bosasizlar, keyin xuddi shu yerga kelib turib monster bosasizlar, nuqta bosasizlar va dayni bosasizlar, nuqta bosasizlarda va keyin dollarli hoverni bosasizlar, keyin ikkita nuqtani mana qo'lda kiritasizlar, mana ikkita nuqtani va undan keyin minutni bosasizlar. Xuddi shunday qilib yozsanglar ham ishlaydi, boshqa narsa ham. Mana o'rtasidagi masofani xohlaganinglarcha qo'yib olinglar. Men o'zim uchun shunaqa qildim. Va buni mana bu yerga qo'yib qo'yganman tayyor. O'sha yerda chiqishi kerak o'z aslida. Hamma narsa shunday turishi kerak ochganinglarda va videoga yurganinglarda video maytda turadi. Mana bu mastermindda turadi. Har ehtimolga qarshi bilmadim nimaga ekan, shunchaki men shu yerga qo'yib qo'yganman. Ya'ni mastering ismidan chiqib olmasligi uchun. Va maytda notes turadi. Notesni ham qanday chaqirishni ko'rsatdim va bu programma polностью ishlashga tayyor bo'ldi. Do'stlar, sizlar uchun Reaper bo'yicha muammo qolmagan bo'lishi kerak. Bundan buyog'i bo'lsa, birorta muammo bo'lsa, u muammo demak menda ham bor. Men shunchaki bilmayman. Men bilgan hamma narsamni o'rgatdim yoki nima qildim. Bundan tashqari Reaperda birato'la One Piece ochib olaveraydi. Xo'p. Shunaqa ochiladi va hali ham tortganim yo'q. Yangi versiyasi chiqibdi. Process to download page ga o'tamiz. Yangilayman hozir. Xo'p, nima uchun yangilangan effektga o'tib qo'yildi? Xo'p. Nima uchun haligacha tortib olmaganman? Chunki pulim yo'q. Bu yerda Reaperda lekin farqi yo'q. Mana shunday 5 sekund kutib turish evaziga yangilashlarga hamma narsaga ega bo'lasiz. Crack variant yuklamaslikni tavsiya qilaman. Mana masalan 60 kundan keyin to'lashlar keladi deyapti, lekin 264 kundan beri ishlatyapman. Mana 2300 soat ishlatyapman, lekin mana still evaluating 5 sekund kutaman va mana buni bosam, bo'ldi, hech qanaqa muammo yo'q. Lekin qachondir pulim bo'lsa olaman. Mana bu yerdagi optionsda actionsga bosinglar va bu yerda shortcutlarni bossanglar, hamma shortcut chetda chiqib turadi. Ya'ni qaysini bossanglar nimaga o'tishi. Misol uchun istalgan narsani Shift F Show FX Browser Window. Shift F ni bossak, Shift F. Xullas mana bunday Shift F ni bossak, mana browser video chiqdi, window. Yoki Shift va Tab. Pop-up bular narsalar S-ko'tsalar, time selection, ana alt space, transport play skip time selection. Shift 0, item properties, pitch item up to semitone. Hop. Shu hamma narsalar shu yerda bor. O'z
ruscha versiyasi bor Reaper'da. Qidirib ko'ringlar. Men qayerlarga bilmayman, menga inglizchasi qulay. Shuning ham mana. Hamma narsa shu yerda bor. Va menda bitta narsa extensionsda menda Repack ham bor. Faqat CVS emas. Birinchi videomda faqat CVS ko'rsatdim. Repackni qayerdan olamiz? Repackni mana bu yerdan olamiz. Yo'qmasam package installed files Repackni veb-saytiga o'tsak, repack.com veb-saytidan yuklab olishinglar mumkin. Bo'ldi. Repackda ham ichida xuddi shunday CVSga o'xshagan narsalar bor. Qiziqib ko'ringlar, lekin men ko'pini ishlatmayman. Juda ham ko'p. Deyarli hammasini ishlatmayman. Ba'zida bitta ikkitasini ishlatishim mumkin. Repack ham xuddi shunaqa kengaytirilgan narsalar. Masalan, CVSda Notes'ni ishlatsak, faqat Notes ishlatamiz, to'g'ri. Repackda ham ko'plab narsalar bor. Manage repositories mana shuncha narsani ustiga qilganman, lekin birortasini ishlatmayman. 100% birortasini ishlatmayman. Lekin qachondir kerak bo'lsa, ishlatish uchun tayyor turadi menda doim. Va pluginlardan nimalarim bor menda? Mana bu yerda FX'ni ochaylik-da. Hop, sizlarga ko'rsatay. Menda Antares bor. Antaresda hamma narsa bor deyarli. Autotune Slice-gacha bor. Autotune 8.1 bor, bilmaganiga Celemoni Melodyne bor, Cocos'da o'zini nimalari, Cymatics Voxity yangi plugin, buni shunchaki qiziqib ko'rdim. Hali polni ishlatganim yo'q, bitta joyda ishlatib ko'rdim. Dr. Audio'da Neural Tone bu ovozning tonini to'g'ridan-to'g'ri MIDI qilib olish uchun. Bu kerak emas sizlarga, Fab Filter kerak bo'ladi. Shular har bittasini qanday ishlatishda bir ko'ringlar bo'ldi. Bu nimaligini bilmayman. ImageLine bu FL Studio borligi uchun shu chiqyapti. Izotop mana polni izotop hamma narsasi bor. Lekin buni ham Declic'da ishlataman xolos. Native Instruments bu Kontakt 8 Reverb Overload'dan buni Reverb yangi versiyasi, buni ishlatib ko'rganman, yoqmagan. Plugin Aliens SPL'dan Iron Shetda bor. Plugin Aliens, Slate Digital Fresh Air, buni ham shunchaki qiziqishga tortganman va deyarli yoqqan, bitta joyda ishlataman. Soundtoys'dan nima qilaylar? Bu yerda Decapitator, Crystallizer, Devil Lock, Echo Boy, effekt tracklarni ham ishlatib ko'rganman. Little Freak, Little Alter Boy, har bittasini bir ochib ishlatib ko'ringlar, shunchaki yoqqanini olib qolasizlar, yo'qmasa men sizlarda Spectrasonic nimaligi esimda yo'q. Synchrons, Revoice Pro Link. Revoice Pro nima? Aytmayman. Revoice Pro xullas bitta videoni bitta ovoz tashab turib, tagiga ikkinchi ovoz tashlasanglar, ikkinchi ovozni birinchi ovoz bilan bir xil qilib beradi. Ovozingizni toni saqlanib qoladi, ya'ni siz ovoz saqlanib qoladi, shunchaki ovoz tezligi va nimasini o'shnaqa beradi. Ya'ni ikkita ovozni tashladinglar. Misol uchun tez ayta olmayapsizlar, deylik. Tez ayta olmayapsizlar, lekin kimdir aytib berdi. Birorta gapni tez ayta olmayapsizlar, sizlarga kimdir aytib berdi va o'shani olib turib linkda bo'lishi kerak. Yo'q, linkda emas ekan. Monitormi? Yo'q, monitor emas. Xo'p, bu Revoice Pro'ning alohida nimasiga kirsanglar, o'shda bor. Programmasi bor, kompyuterda o'zida bo'ladi. Masalan, mana Revoice Pro mana programmani ochasizlar va hali biror marta ishlatib ko'rmayman shekilli. Mana ekan. Mana shu yerga birinchi ovoz tashlasizlar, bu yerga ikkinchi ovoz. Qolganlarni ham tashlasanglar bo'ladi, ikkita xohlasangiz hozir pitchlarni o'zgartirish ham mumkin, boshqa narsa ham mumkin va qayerdandir nima qiladi. Prostak tortib qo'yganman, hali ishlatganim yo'q ekan. Valhalla Tekken sayti bor, o'shdan tortinglar. Yangi chiqqan mana Futureware ham bor, yaxshi narsa ekan, hali to'liq ishlatganim. Waves'da eng yangisi Waves Factory'dan Track Spacer, Xsphere Records'dan Serum, bu XLN Audio'dan RC2 Retro Color. Buni shunchaki qiziqib ko'rish kerak xolos. Retro Color chiroyli narsa ekan, ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, mana shu narsalarim bor. Pluginlar hammasini ishlataman deb bo'lmaydi. Men hozir ko'rsatgan mana bu yerdagi va mana bu yerdagi ikkalasini o'zi yetarli do'stlar. Mana bu Pro C2 bilan ikkalasi yetarli. Ovozni nima qilish uchun, yaxshi chiqarib berish uchun.
lekin misol uchun telefonga qilish uchun mana bunday qilamiz. Proseturga chiqamizda mana bu yerda tayyor utilitydan phone degan tayyor nimalari bor. Proseturda ham equalizerlar bor. Ya'ni ovozni telefondan chiqarib turgandaqa qilib beradi. Xullas do'stlar, bu video ham вообще cho'zilib ketyapti. Toshni 34 minutdan 35 minut bo'lyapti. Ko'ringlar, qanaqadir savollar bo'lsa yozib qoldiringlar kommentariyaga. Agar yana bitta video chiqarishga hojat bo'lsa, aytgancha, faqat subtitrni o'zini qayerdan olishimiz mumkin degan savolni bermoqchi bo'lsanglar, bilmayman. Men faqat Telegram kanallar bo'lardi avval, boshqa narsalar bo'lardi, ashdan olardim. Bu yoqdan qaysi saytlardan oqtarib yurardim, lekin eng yaxshisi shu, chunki bosh og'riqsiz tayyor MKV formatdagi videoni ham olasizlar, uni tayyor qilib, ovoz berishga tayyor qilib o'sha subtitrini ham qo'yib olasizlar va undan keyin uni subtitr qo'yilgan versiyani olmanglar. Originalda yana tashlaysizlarda, uni tayyor qilib nima qilish uchun sifatini saqlab qo'ygan holda siqib, megabaytini kamaytirib o'zingizlarga moslab olasizlar va unga ovozni yopishtirasizlar. Hamma narsani ko'rsatdim do'stlar. Agar videoda time kodlar bo'lsa, time kodlarga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, okey. Xullas, like bosinglar, kommentariyaga zo'r bet bro, sizga shon sharaflar deylar. Hazlashdim albatta, menga paxta kerak emas. Men so'kib yozsa, yo'q, so'kib ham yozmanglar, chunki asabim sizlar. Menga rahmat aytib qo'yinglar, chunki ikkita videoni 40 minutdan ikkita videoni qildim va undan keyin ikkita videoni qildim. Uni montajim uchun anchagina vaqt ketadi. Ko'p ham u narsa qilib olmasam ham montaj uchun picha vaqt ketadi va uni videoga YouTube'ga joylayman. Like bosinglar, kommentariya qoldinglar. Agar pulinglar ko'payib ketyapti turgan bo'lsa, descriptionda yoki pastdagi nimada kommentariyada donat silkalar qoldiraman. Donat qilsanglar xursand bo'laman va Telegramdagi Anibro kanaliga ham obuna bo'linglar. Animelarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegramdagi Anibro kanaliga o'tinglarda, o'sha yerda silka bor, shaxsiy maxfiy kanal. Shuni bossanglar, o'sha yerga qo'shilsanglar, o'sha yerda men ovoz bergan hamma animelar bor, ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari Anibro.uz saytidan ham o'sha yerda animelar deb nomlangan knopkani bossanglar, u yerdan ham o'sha to'g'ridan-to'g'ri maxfiy kanalga kiradi. Undan tashqari Bet Bro Voice kanaliga qo'shilib qo'yinglar, chunki u mening shaxsiy kanalim. U yerda вообще katta insightlarni berib tashlayman. Nima YouTube'da qanaqa narsa qilyapman va uni montaji qanaqa ketyapti. Instagramda nima gaplar, Instagramga ancha yurib qoldi hozir. Boshqa narsa, Anibroning Instagramida nima gap, Anibroning YouTube kanalida nima gap, stream qilyapmanmi, stream qilmayapmanmi, hamma narsa bor. Bet Bro Voice kanali, ya'ni mana bu kanalga qo'shilib qo'yinglar. Bu yerda hamma narsa shu yerda bo'ladi. Mana bu yerdagi bu yoqqa qo'shilmay qo'yinglar. Shu Bet Bro Voice kanal o'ziga qo'shilinglar, bo'ldi, yuraydasizlar bo'ladi. Xullas, всё. Rahmat. Hamma yuraydi. Bo'ldi. Men kech payt soat 2da yozyapman ekan buni. Bundan tashqari yana ish qilaman. Bo'pti, hammaga rahmat. Sizlar bilan Bet Bro bo'ldi. Hammanglar yuraydasizlar. Bolalar aytishni unutibman, qanday qilib yangi proyekt ochganimda tayyor mana bunday treklar tashlangan, mana bu pechatlarim tashlangan va mana bu yerga plugin osilgan bo'lishini qanday qilishni aytmoqman. Xo'p, bu uchun birinchi bitta proyekt qilamiz. Misol uchun mayli bular hammasini o'chiramiz-da, buni ham o'chirib tashlaymiz. Delete. Endi va istagancha mana treklarni ochib oldik, bo'lmasam boshqa narsa qildik. Shu bittasini bunday katta qilib olsak ham bo'ladi. Rang berib olamiz. Track layout, envelope is track color, custom color o'qib turib, mana bunday qilib rang berib olamiz. Endi mana shu yerdagi deb o'ynarsa shunaqa rangda bo'ladi. Xo'p, istagan narsani, biror narsani tashlab olamiz. Mana bu yerga bironta narsani ilib olamizmi? Farqi yo'q. Nima qilsak qilib olamiz. Mana ikkalasi ilindi, faqat o'chiq. Shunday holatda mana tayyor bu proyekt. Endi saqlanib qilamiz buni. Test bo'ldi. Xullas saqlanib qildik. Endi qanday qilib har bitta yangi proyekt ochganimizda aynan mana shunday
proyekt ochilishini qanday qilib qilamiz? Bu uchun optionsga kiramiz, preference yoki Ctrl P ni bosamiz. Va bu yerda project degan narsa bor. Projectda mana bu yerda when creating new projects use the following project file as template. Ya'ni mana shu proyektni nimasini template sifatida, template o'zbekchasiga nimaligini bilmayman, shunchaki nusxa sifatida mana shu proyektdan o'rnak oldik. O'rnak olib proyektni qil deyapti. Buni endi aynan mana shu hozir test bo'lishi uchun mana bu yerda browserga bosamiz va mana bu yerda hamma proyektlari ochildi. Bu proyektlarda ustunfka qilyap turganlarda, birinchi proyektni ochyap turganlarda qayerga proyektlar saqlanib bo'lishini belgilab olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda proyektlar va xo'p, test, mana test. Agar shuni bossam bo'ldi. Mana shu OK yoki apply ni bossam, mana shu test nima bo'ladi? Bo'p, nima farqi bor? Men ochib ko'raman mana. Ctrl N qilib turib yangi proyekt ochyapman va mana uje hozir qilgan narsamiz. Mana bu yerda xuddi shunday bo'ladi, mana turibdi. Aynan mana shu narsa. Endi eski proyektimga qaytarib qo'yay. Chunki menga bu narsa kerak emas. Xo'p, endi mana yangi proyekt ochsam, save project yo'q, menga yangi proyekt kerak. Net. Mana proyekt ochsam, avvalgi birinchi ko'rsatganimdagi proyektlar, mana pechatlar, hamma narsa turibdi. Xullas, menimcha tushundinglar deb o'ylayman. Aynan shu narsa qolib ketgan ekan. Yana ba'zi narsalar qolib ketgan, lekin ular uchun alohida proyekt qilaman, video qilaman. Misol uchun Ayg'sub haqida alohida video qilaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, kutishinglar mumkin. Menimcha hozir ko'pchilikka tushunarsiz bo'lgan narsa Ayg'sub nima uchun? Ayg'sub bizga nimalar qilib beradi, aytaymi? Ayg'sub xo'p, mana shu yerda olamiz. Xo'p. Hozir qayerda? Mana bu yerda. Stop. Bosh atrofda edi. Mana. Mana shu narsa Ayg'subda qilingan. Ya'ni mana shu lokalizatsiya deydi, o'zbekchasiga mahalliylashtirish bo'ladi. Adashmasam, lokalizatsiya, ya'ni mana shu qismda birinchi qism qahramonlik ruhiy voqeasi degan yozuvni o'zim qo'shganman Ayg'sub yordamida va orqa fonda xuddi shu yozuvda yaponchasi bor edi va uni o'chirib tashlaganman o'zim Ayg'subda. Shu Ayg'sub bo'yicha ham alohida darslik bo'ladi. Ya'ni mana bunday hali ko'plab buni kodlari bor. Shuning uchun ham bitta bu videoning ichiga qo'shib yuborishni xohlamadim. Chunki o'ta ham katta programma Ayg'sub aslida. Xullas, mana shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, Ayg'sub deb yozib qo'ysanglar, men bilaman Ayg'subni haqida Ayg'sub programmasi haqida bilishni xohlayotganlarni tushunaman-da, Ayg'sub darsligiga ko'proq harakat qilishga harakat qilaman. Rahmat hammaga.